O'zbekistonda noqonuniy poygalarga qarshi keskin choralar ko'rilmoqda. Gap shundaki, O'zbekistonda noqonuniy poyga uyushtirish va unda ishtirok etish uchun javobgarlikni kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Adliya vazirligi tomonidan ushbu yo'nalishda maxsus qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyihada noqonuniy poygalarni alohida huquqbuzarlik sifatida belgilash, shuningdek, bunday harakatlar uchun qat'iy choralar ko'rish nazarda tutilgan. Bu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va fuqarolar hayotiga tahdid soluvchi holatlarning oldini olishga qaratilgan. Hujjat mas'ul idoralar bilan kelishilgach, jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi rejalashtirilgan. Muhokamalar yakuniga ko'ra qonun loyihasi takomillashtirilishi va tegishli tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.